Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Captiva motor yechib qolganmiz eski upiskalardan. Mana shunaqa eski mashinalar ham kelib turadi. Mana shu Captivamizni motorini polni silikon almashtirib yuboryapmiz. Bugungi qilayotgan ishlarimizdan mana yerda Cherry'ni injektorini tozalayapmiz. Pampersi almashib bo'ldi. Mana bu yerda injektorlarni tozalayapmiz. Xo'p, maytga yechilgan, latta tiqib qo'yilgan. Ichiga narsa tushib ketmasligi uchun akkumulyatorni uzib qo'yish kerak. Keyin xo'p, boki bularda tushmas ekan, shu salonni ichidan yechilar ekan. Mana akam, usta aka, gapiring obunachilarga. Men nimani gapiray? Bir narsa deng. Cherry mashinasiga Xudoga shukr, bok yechilmasdan, bok yechilmas ekan benzin asosiga yechish uchun shunga biz xursandmiz. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Mana bu yoqda Nexia zubchati almashtirgani bolalar qilishyapti, olib qolganmiz. Matiz, yana bitta Matiz, buni tramblyorini yechib turib, uch sanligidan olib qolgandan keyin almashtiryapmiz. Bu yoqdagi bokslarimizdan Nexia 3, buni hadoviga olib qolingan. Ichkarida bitta Lacetti turibdi. U ham polni hadoviga olib qolingan. Bu yoqda Malibu bilma elektriklarga kelgan. Yağdagi mashinalar mana ustaxonamizdagi mashinalar, ishlar avjida. Bu yoqda kuzovshik sheriklar. Amaytda mana bizga kelganda. Toyota